Loy qal'aning siri. Yili Rossiyaning arxeologiya sohasidagi eng chong xabar Porbajin Laydan yozilgan qal'a to'g'risidagi xabar bo'ldi. Bu xabar Rossiyaning axborot vositalari orqali dunyoga chakarlangandan keyin butkul dunyoning nazari Porbajinga tikildi. Rossiya axborot vositalari Porbajinni Orxun Uyg'ur xalqining ikkinchi qog'oni moyunchur soldirgan bo'lib, u qadimki Uyg'ur qal'asidir deb jakarlaganda, buni uqqan dunyoning joy-joylaridagi Uyg'urlar bir-biriga hayajon ilkida xabar yetkazishdi. Xinhua agentligi bu haqda xabar tarqatdi. Xinjiang Universitetining professori Xanzu tarixchi Chin Shuoshin apandi Xinjiang gazetining 2007-yili 11-oktyabrdagi sonida Rossiya Porbajin qadimki Uyg'ur qal'asini keng ko'lamda tekshirmoqda degan maqolasini e'lon qilib, avtonom rayonimizdagi Uyg'ur qarindoshlarni bu katta voqeadan xabardor qildi. Orqadan Urumchi kashlik gazetami Rahimjon hokim Xanzochidan tarjima qilgan Rossiyadagi Uyg'urlar sog'an yozliq qal'a Porbajin degan maqolani e'lon qilib, kishilarning bu xabarga bo'lgan qiziqishini texmo oshirdi. Porbajin haqidagi uchurlarning bosh oxiri sodiq qandaq, kishilarni shuncha hayajonga solgan bu qal'a nima sababdan, qachon, qandoq selingan, bu arxeologiya sohasidagi yangi bayqashmi yoki koni ishmi? Kishilar bu qal'aga nima uchun shuncha qiziqadi degan savollar kishilarni qiziqtirdi. Porbajin Rossiya Federatsiyasining Tuva Cumhuriyatidagi dengiz yuzidan 1300 metr egiz joydagi Terxol ko'lining qoq o'ttirisidagi 4 gektar keladigan orolga barpo qilingan qal'a. Porbajin degan so'z Tuva tilida Laydan yasalgan qal'a degan ma'noni bildiradi. Tuva Cumhuriyati Rossiya bilan Mong'oliyaning chegarasiga joylashgan bo'lib, yer maydoni 170 ming kvadrat kilometr, noposi 310 ming. Buning ichida Tuvalarning noposi 200 ming, Ruslarning noposi 100 mingga yaqin. Qolganlari Xakaz, Ukrain qatorliq millatlardir. Tuvalarning etnik manbasi to'g'risida N.A. Baskakov Turkiy tillar degan kitobida aniq qilib, Tuva tili Turkiy tillarning Uyg'ur O'g'iz guruhiga kiradi. Hamda bu guruhdagi qadimki O'g'iz, qadimki Uyg'ur va Tofa tillari bilan qo'shilib, ya'ni Qarag'az tillari bilan qo'shilib ayrim bir Uyg'ur turk tarmoq guruhisini tashkil qiladi degan. Tarixchi Chin Shuoshin apandimi Tuvalarning etnik manbasi haqida gapni qisqartganda ularning eng dastlabki manbasi Telilarga taqaladi. Ularning tili Altay til sistemasi, Turkiy til oilasi, Sharqi G'on tili tarmoqi, Uyg'ur til guruhi, Uyg'ur Turkiy tillar ikkilamchi tillar guruhiga tava deb yozgan. Tuvalarning ko'p qismi Lama diniga e'tiqod qiladi. Porbajin qal'asi bir xaroba bo'lib, uni eng dastlab 1891-yili Rossiyaning mashhur sharqshunos olimi Dmitriy Klemesyev bayqagan. U keyin Qora Balg'asunni tekshirib bo'lgandan keyin Porbajin qal'asining Uyg'ur xalqining markazi shahrining kichiklatilgan holati ekanligini hayronlik ichida bayqagan.
Porbajinni Uyg'ur qog'onining yozliq Sariyi degan qarashni tunji qitim sobiq Sovet ittifoqi davridagi mashhur olim Seviyan Izrailevich Baynishtin 1957-yili o'ttirg'a qo'ygan. Bu qarashni 1960 va 1970-yillarda Leri Kizlasov va Seve Kisleyevlar ilmiy tekshirishlardan keyin ta'kidlashgan. Tuva Cumhuriyetining ayol rahbari Tamara Mashalovna Norbi o'zining kitobida Porbajin qal'asining Uyg'ur qog'onining saroy sepili ekanligini aniq ko'rsatgan. Ammo boshqacha qarashdagi tadqiqotchilarmi bo'lgan. Ularning ko'pinchisi Uyg'ur qog'onining qal'asi deb bekitishga pokit yetarlik emas deb qarashgan. Shundaqdimi Rossiya olimlari bu qal'aning arxeologiyalik qimmatiga qilch sal qaramagan. 1995-yili Rossiya Federatsiyasining zungtungi Boris Yeltsin Porbajinni davlat darajalik tarixiy va madaniyat merosi deb qaror chiqargan. Bu Porbajin qal'asining har jihatdan naqadar yuqori qimmatga ega ekanligini bildiradi. Qadimkilarning egiz tog'dagi Xilvat ko'lining qoq o'ttirisiga bundoq mustahkam va cho'ng qal'ani solmoqi intayin mushkil ish edi. Chunki bundoq qal'ani serish uchun necha ming tonna to'pa, kesak va yog'och tosh ketadi. Odamning aqli yetmaydigan ish shuki, bu joy odam nihoyatimi kamdan kam keladigan to'limi chat rayon. Şunu zade kim bundaq xoli joyga bundaq cho'ng qo'rg'onni selish ko'yiga kirib qolgan, uni kim uchun soldirgan degandek sirliq savollarga javob izlash kerak edi. Demak, andiki vazifa Porbajinni so'zlatish edi. 19-asrda yashagan Rus yozuvchisi Gogol har qanday xalqning o'tmishi to'g'riliq, hikoya, afsona cho'chaklarni unutilganda ular to'g'riliq shu xalqqa taalluq binokorlik va boshqa moddiy buyumlar ko'plab uchur yetkazadi deb ko'rsatgan edi. Porbajindan iborat bu sirliq qal'a kimlar to'g'riliq qandoq uchurlarni yetkazdi? Bu sirliq tepishmoqni yeshish 1000 yildan ortiq uyquda yotgan Porbajin xarobasini so'zlatish uchun Rossiya hukumati 2007-yili atiyazda maxsus tarbiyalangan 600 nafar studentdan tashkillangan necha 10 tonglik arxeolog, geolog, arxitektor va ekspeditsiyachi bosh bo'lgan zo'r tekshirish atratini Tuva Cumhuriyetiga avatishni qaror qildi. Bu zo'r qo'shin 1000 yildan oshgan tarixiy sir yoshiringan Terexol ko'li bo'yiga chedir tikib, 4 oyga so'zilgan inchik tekshirishni boshlagan. Tekshirish atratidagilar 4 oyga so'zilgan atrofliq inchik tekshirish, tepilmalarni tadqiq qilish, sungan sapallarni bir-biriga zerikmay jipslash, qal'aning ulig'i asosan umumiy qurilmasini qiyosan turg'izish, moddiy buyumlarni turga ayirish, selishtirish va yil davrini bekitish qatorli xizmatlarni ishlash orqali oxir xelali ishonchli yakunga erishgan. Qidirib tekshirish atratidagilarning bu dastlabki yakunini Rossiya jiddiy ahvollar ministrligining Tuva millatidan bo'lgan ministri Sergey Shayko muxbirlarga chaqirib mundoq degan. Arxeologlarning xulosasiga qaraganda Porbajin qadimiy qal'asini qadimki Uyg'urlar sog'an. Hozir bu qal'aning asosi bo'liki qezib bo'lindi. Qog'oz yuzida yana qal'aning asli holati asliga keltirildi. Biz uzoqqa bormay bu joyni dunyoga echib etib Uyg'urlarni dunyoga tonitamiz. Tekshirishga qatnashgan olim mutaxassislarning dokladida mundoq deyilgan. Biz 4 oy tekshirish orqali Terexol ko'lining beshidan cho'ng tipdagi qabridan 100 nachchini topdik. Porbajin qal'asining arxitektoriyalik tuzilishi, loyiha pichilishining alohidaligini bekitib, qal'aning qog'oz yuzidagi modelini yasab chiqdik. Bu qal'aning shakli Jungoning Tang sulolasi zamonidagi poytaxti Chang'andagi o'rniga o'xshaydi ekan. Qal'aning asos qurilish bo'lagi odamga Budda dini ibodatxonalarini eslatadi.
Qal'adan tepilgan bir tosh putukdan qadimki Uyg'urlarning yuqori darajalik mansabdori boqishning imzosini topdik. Biz shu davrga oid tarixnomalar va putuklardagi xotiralarga asosan bu qal'ani Uyg'ur xalqining qog'oni Moyunchur xotuni Ningo malika uchun soldirgan bo'lishi ehtimol deb qaradik. Arxeologik tekshirish xizmati utuqliq bo'lib zo'r unum qozongandan keyin Rossiya Federatsiyasining so'ngtongi Vladimir Putin 2007-yili 8-oyning 13-kuni Rossiyaga ziyoratga kelgan Monaco davlatining shahzodasi Albert II bilan Tuva Cumhuriyetining markazi Qizil shahriga berib, u yerdan tik uchar aeroplanga almashib Porbajin qal'asi xarobasi qizilayotgan Terexol ko'liga borgan ham xaroba izini ko'zdan kechirgan. Putin muxbirlarga bu Rossiya tarixidagi ko'lami zo'r tekshirish turi, Porbajin qadimgi Uyg'urlar solgan qal'a deb jakarlagandan keyin bu xabar kishilarning alohida diqqatini tortdi. Olimlar Porbajindan iborat bu laydan yasalgan qal'ani nima uchun Uyg'ur xalqining ikkinchi avlod xoqoni Moyunchurning buyrug'i bilan qurilgan deb qarashadi. Buning siri Ningo malika bilan munosabatlik albatta. Ningo malik kim? U qandoqsigi Moyunchur qog'onga xotun bo'lib qolgan? Bu savollarga beriladigan javob Porbajindan iborat bu loy qal'aning sirini yeshib beradi. Moyunchur qog'on, ya'ni Bayanchur qog'on, Orxun Uyg'ur xalqining ikkinchi avlod qog'oni bo'lib, dadasi Qutlug' Belgi qog'on olamdan o'tgandan keyin 747-yili qog'onlik taxtiga chiqqan. Jasur hayvisi olamga taralgan Belgi qog'on, Moyunchur ham Botur ham Chivar qo'mondan bo'lib, yangi qurilgan Orxun Uyg'ur xalqining asosini mustahkamlash uchun Gobi cho'lligi va Mo'ng'ul yayloqlarini zilzilaga keltirgan otliq qo'shin tashkillagan. Uzoq so'zilgan shiddatli urushlar orqali atrofidagi dushmanlarni bo'ysundirib, xalqning territoriyasini ilgiriki Hun va Turk imperiyalarining zamini doirasigacha kengaytgan. Rus tarixchisi Kelyash Dorni Moyunchur nurg'un qavmni atoq dini bilan mag'lub qilgan edi deb yozgan. Qirg'iz tarixchi Anvar Baytur apandi o'z kitobiga Tongnoma Uyg'urlardan olgan naqlda ular kelgan chaqda har qanday odamni titrak bosatdi deyilgan. Bundoq bo'lishida Uyg'ur qo'shinlari ayni chaqda tangdoshsiz qo'shin edi. Moyunchur qog'onning o'zila Botur ham Chivar bo'lib qolmasdan ayoli el Belga xotunmi Botur ham farosatlik ayol edi. Oğulları Taybilgi tutuq yabğu ve edigen Moyuymu tangdish yo'q Boturlardan edi. Şunu Uyg'urlar Moyunchurni qora qog'on deb ulug'laydi. Umuman Moyunchur qog'on saltanat surgan mazgilda Uyg'ur xalqining kuch-qudrati va shon-shuhrati nihoyatda yuqori pallaga ko'tarilgan. Dal shu yillarda, ya'ni 750-yillarda Tang sulolasi misli ko'rilmagan parokandichiliklarga duch kelgan. 751-yili arablar bilan talasda bo'lgan O'rta Osiyoni talashish urushida Tang sulolasining Koreyan millatidan bo'lgan tangliq sarkardasi Gao Shanji qattiq mag'lub bo'lib, Tang sulolasi O'rta Osiyodan tamoman chekingan. Arqidilla, ya'ni 755-yili o'nglik so'ygin isyoni yuz berib qalaymaqonchilikni chekiga yetkazgan. O'nglik asli Yingjuliq bo'lib, ya'ni Anlushan asli Yingjuliq bo'lib, dadasi G'oz, onasi Turk edi deyiladi. Tayvanlik yozuvchi dangliq tarixchi Bayyang apandi Junguluqlarning tarixi tezisi nomli kitobining 2-tom o'nglik so'ygin harbiy o'zgarishi degan bo'likida o'nglikni u nihoyatda mardona ham qobiliyatli sarkarda edi deb yozgan. Angliyalik tarix madaniyat tadqiqotchisi Francis Wood Yipak yo'lining 2000 yili nomli kitobida o'nglikni hiylagar ham aqlliq,
chegara rayondagi millatlarning tillarini pishiq biladi deb yozgan. Demak, u odatdagi odamlardan emas edi. Shundoq bo'lganlikdan bo'lsa kerak, sarkarda o'nglik Tang sulolasi podshohi Lelungjining ativolab ishlatishiga muyassar bo'lgan. Ya'ni sarkarda o'nglik Tang sulolasi podshohi Tang Xuanzongning ativolab ishlatishiga muyassar bo'lgan. Tang Xuanzong butkul mamlakatni 10 harbiy mahkamaga bo'lib idora qilish siyosatini yo'lga qo'ygan bo'lib, lashkariy huquqni har qaysi harbiy mahkama hiravulining qo'liga topshirib bergan. Bu hiravullarning huquqi nihoyat cho'ng edi. O'nglik Pinglu, Fanyang, Xedong, ya'ni hozirgi Chaoyang, Beijing, Tayvanlardan iborat 3 oymoqning hiravuli edi. Uning ilkida 160 ming kishilik aralashma qo'shin bo'lib, asosan Turkiy qabilalar va qitonlardan tashkillangan botur chavandozlar edi. O'nglik harbiy ishlarda qobiliyatlik, mijozi cho'z, og'zi ishtik sarkarda edi. U ko'p qatim Chang'anga kelib xon bilan ko'rishgan. Mushu jarayonda ordining chiriklashganligi, vazir vuzra va boshqa mansabdorlarning qo'lidan ish kelmaydiganligi uningda cho'nqur ta'sir qoldirgan. Podshoh Tang Xuanzong nihoyat qobiliyatli ham dono podshoh edi. Biroq saltanat taxtida o'ltirganiga 40 yildan oshgan bo'g'ashqa bara behudlashgan. U 61 yoshga kirgan yili 18-o'g'li Limovning go'zallikda tangdishi yo'q ayoli 26 yoshlik sohib Jamol Yang Yuxanga maftun bo'lib qolib, ya'ni Yang Guifiga maftun bo'lib qolib, uni bir amallar bilan o'z amriga elib olgan. Yashangan podshoh bu yosh sohib Jamolga nihoyat amroq bo'lib qolgan. Shuning bilan u sohib Jamolning navara akisi Yang Gujingni bosh vazirlikka tayinlagan. Boshqa urug' tuqqanlariga muhim huquqlarni bergan. Yang Gujing vazirlikka nobab posiq odam bo'lg'ashqa ordida chiriklikni yamritib atgan. Bir qitim o'nglik Beijingdan Chang'anga xon bilan ko'rishgili kelganda Yang Gujing uningdan nihoyat ko'p pora so'ragan. O'nglik bir ig'iz gap bilan rad qilib atgan hamda uningga tegishli hurmatni bildirmagan. Yang Gujing bundoq kamsitishga chidamay o'nglikni ojoqtirish niyatida bo'lgan. Shuning bilan xonga qarshi chiqish suiqasdida bo'lgan degan batnomni o'ydirib chiqarib, podshohga ko'p qitim chiqimchilik qilgan. Ammo podshoh ishonmagan. Beiyang apandining Jongoliklarning tarix tezisi nomli kitobida yozishicha, Yang Gujing 755-yili majburlab to'polon ko'targizish vositasini qo'llanib, o'nglikning Chang'andagi qasriga ordi yasovullar qo'shinini avatib, uning qasridagi mulozimlar va mehmonlarning hammasini qilishdan o'tkazgan. Uning maqsadi o'nglikni terik turib podshohga qarshi tig' tortishga qistash edi. O'nglik degandaklar bu qirg'inchilikdan qattiq cho'chigan ham g'azablangan. U podshohga arz qilishning hech qanday foydasi yo'qligini biladi. Chunki barliq ma'lumotnomalar Yang Gujingning oldidan o'tadi. Shuning bilan o'nglik isyon ko'tarish qaroriga kelib 160 ming kishilik qo'shinga Yang Gujingga jazo yurish qilamiz deb buyruq tushirgan. Natijada 755-yili 11-oyda u qo'l ostidagi turk sang'oni so'ygun bilan birlikda isyon ko'tarib Chang'anga qarab qo'shin tortgan. Yang Gujing buningdan xabar tepib gulqaqalari echilib ketgan. Chunki o'nglikning bu ishi uning orzu qilganidek bo'lgan. U endi o'nglikni o'z yo'li bilan qo'lga elib ojuqtirg'ili bo'ladigan bo'ldi deb o'ylagan. Biroq o'nglikning jangovar qo'shini janubga qarab to'solg'usiz yurish qilib 34 kun ichida 700 kilometr ishkirlab Huanghe vodisiga kalkundak besib kelgan. Sharq ostoni Loyang o'nglikning qo'liga tushib ketgan. Tang sulolasining dongliq sarkardalaridan Feng Changchi, Gao Shenji, Li Guangbi qatorliqlar orqa-orqadan mag'lub bo'lgan. Tang sulolasining poytaxti Chang'an xavfda qolgan. Ordining ichi teshi patparaqchilik vahimaga tushgan.
birdan bir amal Shanshi va Xinanning muhim o'tkili bo'lgan Tungguanni mahkam saqlash bo'lib qolgan. Tungguan o'tkili qo'ldan ketsa, Chang'anning qo'ldan ketishi birdamlik edi. Padişah Tang Xuanzong Tang sulolasi hokimiyati mislsiz xavfda qolgan mushundaq halqiliq paytda chorasiz qolgan sarkarda sang'ullarga qarab qattiq umidsizlangan. Tungguanni zodi kimni mustahkam saqlab turala degan savol uni qattiq qiynagan. Oxir u umidini Chang'andagi qasrida kesilini davolatayotgan g'arbni tinjitquchi sarkarda deb nom olgan Qo'shuxonga bog'lagan. Qo'shuxon Tang sulolasining sarkardalari ichidagi eng dangliq sarkarda bo'lib, uning dadasi Ko'sallik, onasi Odunliq edi. Onasi Odundagi katta jamoat bo'lgan Vayjira jamoatidan edi. Dadasi Ko'sandagi Qo'shu qabilasining oqsoqili edi. Tang sulolasidagilar uni qabilasining nomi bilan atab Qo'shuxon deb ulug'lagan. U nihoyat qobil sarkarda bo'lg'ashqa qo'l ostidagilarning hurmatiga sazovor bo'lgan. Padişah Tang Xuanzong uni ativolab ishlatgan. Qinxaydagi urushda tubutlarni bir necha qitim qattiq mag'lub qilib, Lintauning u tarafiga qo'g'lavatgandan keyin uning shuhrati olamni bir olgan. Qinxay va Gansudagi puhrolar shimol osmonida chaqnar o'kar yultuzi qilich esib turar bundu Qo'shuxon o'zi. Tubutlar yayloqdan hech kechanmaydi, petinib Lintaudan hech o'tanmaydi deb qo'shiq to'qib, Qo'shuxonning tangdashsiz sarkarda ekanligini madhiylagan. Uning Tang sulolasining g'arbiy qismidagi kuchli xalliq bo'lgan tubutlarni boturlik bilan to'sib turishi Tang Xuanzongni bak xush qilib etgan. Shuning bilan uningga g'arbni teshlandiruvchi sarkarda deb nom bergan. Qiziq yeri shuki, Qo'shuxon bilan o'nglikning mijozi faqat kelishamaydi. Ikkisi bir yerga kasilib gap talashib qoladi. Padişah Tang Xuanzong u ikkisini davlatning turiki deb qarab, doim ularga og'a ini bo'lib qilinglar deb nasihat qiladi. 752-yili bu ikkisi tangli o'rdiga kelgan. Bu chaqda Tang Xuanzong Mahram begi Og'bat Gavlishini maxsus ular uchun ziyofat hozirlab alohida kutib berishni buyurgan. Qo'shuxon o'nglikdan necha 10 yosh cho'ng edi. Sharob ziyofatida o'nglik Qo'shuxonga yaqinchilik qilib, "Mening dadam G'oz, onam Turk, sening onang G'oz, dadang Turk. Demak, ikkimizning qinimiz bir, yaqinroq o'tkinimiz yaxshi" degan. Qo'shuxon buningga javoban qadimkilarda tulki o'z iniga qarab o'risi qo'tir bo'lur degan gap bor degan. O'nglik bu so'zni Qo'shuxon meni masxara qilyotidi deb tushunib, qattiq g'azablanib, begiz barmoqini Qo'shuxonga tanglab turib, "Sendek yavoyi turk mushundoq deyishga qandoq petinding" deb tillagan. Natijada ikkisi aplashmak tugul jidallashib ketgan. Keyin o'nglik vaziri Yangujung bilan ziddiyatlashib qolganda, Yangujung Qo'shuxonning mansab darajalarini o'stirib, o'nglik bilan ro'baro turalaydigan qilib qo'ymoqchi bo'lib, 754-yili uning mansabini yanama o'stirgan. Kutmagan yerdan may sharobga amroq Qo'shuxon bir qitim qo'shinlarni ko'zdan kechirgila borganda, sharobdan zaharlanganligi tufayli hammomda yuyinib etib boshidan ketgan. Boshqalar xabarsiz bo'lg'achqa xeligacha so'g'uqda qolgan. Shu so'g'uqda kencha Qo'shuxonning bo'g'im yollig'i eg'irlab ketgan. Amalsizlikdan Chang'anga qaytib qasrida kesilini davolatib talotuzga chiqmay yotgan. Dal shu mezgilda Padişah Tang Xuanzong Qo'shuxonga eng yuqori harbiy mansabni berib, 200 ming kishilik qo'shin bilan Tungguanni saqlashga buyurgan. Katta in'om ato qilgan. O'rdadagi barliq alamdor qalamdorlarni shahar sirtigacha uzatib chiqishga buyurgan. Qo'shuxon Chang'andan chiqib Tungguanga borgacha tit bo'lgan Padişah uningga kayni-kaynidan yangi mansablarni bergan. Berib oxiri vazir darajasiga tang oliy mansab bergan. Qo'shuxon Tungguanga borgandan keyin bir mushavira uningga o'nglikning to'plan ko'tirishdagi shuari Yangujungni jazolash,
Demek u Yangujingni yo'q qilishni bahona qilib isyon ko'targan. Agar biz 30 ming lashkarni Tunganni saqlashga qo'yib, qolgan 170 ming lashkar bilan Chang'anga berib Yangujingni o'ltirib o'nglikning Chang'anga bostirib berishga bahonasi qolmaydi deb maslahat bergan. Qo'shuxon bu planga qoyil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin unda qilmagan. Lekin chaqimchilar bu maxfiyatlikni Yangujingga yetkazib qo'ygan. Yangujing buni anglab intayin qo'rqib Tangshuanzongga maktub sunib to'xtamay maslahat berib Qo'shuxonni Tunganni saqlab yetivermay o'nglikka qarshi lashkar tortishga da'vat qilgan. Podshoh Yangujingning gapiga kirib Qo'shuxonning o'nglikka tashabbuskorlik bilan hujum qilishini talab qilgan. Qo'shuxon podshohga o'nglikning qo'shini to'xtamay yurish qilib urush qilib pishib ketdi. G'alaba sira urush qilib jangovarlikqa eshib ketdi. Men qo'mondonlik qilayotgan 200 ming kishilik qo'shin ko'p yildan beri joylarda turib mudofaa ko'rishga odatlanib ketgan. Ular mudofaada turishga puxta. Shunga biz mudofaada turib to'polonchilarni to'sib ikki qismda parchalanish ko'rilganda hujum qilganimiz afzal deb o'z fikrida turgan. Yangujing to'xtamay kuch kirtivergachga oxir podshoh Qo'shuxonga qo'shinni boshlab o'nglik qo'shiniga qarshi hujum qilishga yorliq tushirgan. Qo'shuxon noiloj 756-yili o'nglikning qo'l ostidagi nihoyatda hiylagar bir sang'unning qo'shinini qo'g'lab zarba bergan. O'nglikning bu sang'uni bir tarafdan urushib, bir tarafdan qochib Qo'shuxonning 200 ming kishilik qo'shinini bir tarchiqqa boshlab kirib, o'zi oldi tarafdagi egizlikni egilib olgan. Qo'shuxon janub tarafda Chilianshan tog'i, shimol tarafda Huanghe daryosi, oldidagi egizlikda dushman qo'shini to'sib turganligini, orqasidan bo'lsa zo'r qo'shin hech nimadan xabarsiz holda hadab olg'a ilgirlayotganligini ko'rib cho'chib ketgan. Qo'shuxon qiltoqqa tushganligini, boshqacha yo'l tutishga kechikkanligini bilib, solga o'ltirib daryoning o'ttirisida turib jangga qo'mondonlik qilgan. Urush to'limi dahshatlik bo'lgan. Hamma yer o'lik to'shib ketgan. Qo'shuxon urushda yengilib, teri-peran bo'lib ketgan qo'shinini tashlab, necha yuz qobil chavandozlari bilan qo'rshovni bosib qochgan. Yo'l ustida aram elayotgan chog'da qo'l ostidagi bir sarkarda uni bog'lab o'nglikka opirib bergan. Qo'shuxonning echinishlik mag'lub bo'lganligini anglab qo'rqib ketgan podshoh Lelongji orada ahlini elib oldirib tinab Chang'andan 60 kilometr yiroqlikdagi Maguypo'ga qochib berib olgan. Bu chog'da barliq balo qazoning sababkori bo'lgan vazir Yangujingga qarshi kayfiyat kuchayib ketgan. G'azablangan orda Yasavullo qo'shini podshohning Maguypo'dagi turalg'usini qorshab, Yangujing va uning oilasidagi barliq kishini qilishdan o'tkazgan. O'ltirilganlarning ichida yana Xonish Yanguyfening cho'ng huquqqa ega sohib Jamol och singlisimi bor edi. Orda Yasavullo qo'shinidagilar hamma chatoqni teragan, ordini chiritivatgan munofiq vazir Yangujingni yo'qotgan bo'lsa-mu, lekin uning singlisi Yanguyfening qisos elishidan saqlanish uchun podshoh Lelongjidan Yanguyfeni o'ltirib etishni talab qilgan. Orda yasovullarining besamiga chorasiz qolgan podshoh Tangshuanzong amalsiz holda ko'zlariga yosh ep turib, Amra xonishi Yanguyfeni bo'g'ib o'ltirgan. Podshoh Lelongji Tangshuanzong o'zining iqtidorsizligi tufayli ordining ichi-sirtida mislsiz taskunga qolgan moshundoq ahvoldami, saltanat taxtini boshitishni xohlamagan. Uning o'g'li Li Xing yashangan dadasining bu qadar bo'limsizligiga chidab turolmay, Chang'anning 500 kilometr g'arbidagi Lingvuga berib, shimoliy aymoq lashkarlarining heravoli sarkarda Ko'siyi bilan birlikda qoldi qo'shinlarni to'plashga kirishgan. 756-yili 11-oyda u Lingvuda o'zining Tang sulolasining saltanat taxtiga varislik qilganligini jakarlagan. Li Xingning saltanatdagi nomi Tang Suzong deb atalgan. U Chengduga qechib berib dadasi Lelongjini Shohinshoh deb jakarlagan. Bu chog'da o'nglik qo'shini g'arbi ostoni Chang'anni va uning atrofidagi joylarni ishg'ol qilib olgan, ham o'nglik o'zini podshoh deb atagan. Fuqarolar jinini elib Qashqashga tushgan.
Taipingning kang yozmalari degan kitobda Tianbaoning oxirgi yillari al-Lushan to'polon chiqadi. O'rta iqlimdan qandak qaynadi, kishilar janubga qarab qochdi deyilgan. Urush xona vayronchiligi ichida janubga qarab qochgan ashu 100 minglagan begunoh avam puhra ichida Tang sulolasi davridagi dangliq 3 shoirning biri Du Fu bor edi. U yurak so'zim degan she'rida o'zining echinishli holatini mundoq ifodalagan. Yoz kelib bosqandi yerni o'tgiyoh, yo'l ilib qochdim badar mag'rib tomon. Put kandirkash ucham juljul edi, qildi qabul meni shu turqimda xon. Orada ham do'stlar echindi manga bak, kapti deb ko'r og'zidan esan aman. Shoir Du Fu intayin xalqparvar ruhga va real amaliy masalalarga ko'ngil bo'ladigan ijodiyat xohishiga ega shoir bo'lish sifati bilan o'nglik so'ygin to'polonining oldi kaynida shu chog'dagi tarixiy reallikni aks ettiradigan nurg'un she'r yozgan. Keyingilar Du Funing bu xildagi she'rlarini ta'riflab she'riy tarix deb atashgan. U Chang'an shahri qo'ldan ketgandan keyingi echinishli reallikni aks ettirgan makonsiz qolgandagi judolik, paloq urib Xanyanga berish degan she'rlarda mundoq misralarni yozgan. Tianbao yili o'nglik so'ygin g'avg'o payti, cho'ng kichiklar pitrab har yon qechib ketdi. Mahallimizda 100 uylikdan qolmay biri, bog' baringni xo'xi yantoq besib ketdi. Hayotlarning izdireki bo'lmay tugal, o'lganlarmu yer taxtida chirib ketdi. Qo'shunimiz jangda bo'lib teri-peran, shu qochqancha qadamim o'z yurtga yetdi. Yig'i jidal qaynab ketdi butkul elda, nega borsang yo'l jilg'ala istumonliq. Top jasadlar döv-döve giyoh busluq, qon oqmagan yo tuzlang yo'q yo to'qayliq. Ne hayotliq qoldi bunda, hammasi ketdi uchub, uzatqili chiqmas barasi yotudu qo'rqib müküp. Qaldi kishnab o'ttira iqlimda runlarning eti, qancha ko'z tiksang yiroqqa ko'rinmas giyohi cho'p. Bu seriqvash di qavmining farzandlari, g'arbi qasnoqdan kelib qildi parokanda ajab. Ot minissa top bo'lib g'uy qilib o'tar uyan, agir yodin o'q o'zar turar qilishlarni bilab. Qalmidi bu qishliqi 10 uyda bir mo yosh yigit, oqtiqan chintav yerida suv bo'lib to'lqinlanib. Bepayon vada yatar timtaz yo'q jangdan derak, 40 ming lashkar bir kun ichida katdi o'lib. Tang sulolasi ikki poytaxtidan ayrilib qo'shinlari teri-peran bo'lib, xalq xoni vayron kunga qilib, isyanchilarning otamini o'zini podshoh deb atavagan mo'shundoq sharoitda Tang sulolasi ismi bor jismi yo'q holga tushib qolgan. Uning ustiga Tang sulolasi eg'ir holda qolgan mo'shundoq paytda qo'shuqandan qutulgan töbitlar fursatparastlik qilib Gansu tarafdan hujum qilib zemin egilib olish ko'yiga kirgan. Tang sulolasi qatma-qat qiyinchilikqa duch kelib to'lima eg'ir kunga qolganda, yengidan xalliq taxtiga chiqqan podshoh Li Xing vaziyatni o'ngshash umidini Sadechinning shimolida davron surayotgan Uyg'ur xalqiga bog'lab, noiloj Orxun Uyg'ur xalqining qog'ani Moyunchurdan harbiy yordam so'rab Goziyi boshliq ikki sarkardini elchilikka avatgan. Rossiyalik tarixchi Gomeliyevning Qadimki turklar degan kitobida yozilishicha, Moyunchur qolgan Tang sulolasi sarkardasi Goziyini avval bo'ri boshliq bayroqqa ta'zim qildirib, ushbu murosimni bajargandan keyin o'ziga yaqinlashtirgan.
Natijada Orxun Uyg'ur xalqi bilan Tang sulolasi o'ttirisida kelishim tuzilgan. Tarixchi Lingan apandining Turk tarixi nomli kitobida yozilishicha, kelishimning mazmuni shahar yurtlar qaytirib elingandan keyin yer zamin bilan fuqarolar Tang sulolasiga qaytiriladi. Altın kumush tava Turdulla bilan xotin qizlar Uyg'urlarga tava bo'ladi deb tuzilgan. Kelishimda yana g'alabadan keyin Tang sulolasi har yili Uyg'ur xalqiga 200 ming top ipak sovg'a berish, Tang sulolasi Uyg'ur otlarini setib olish to'g'risidagi to'xtamnoma tuzilgan. Kelishim bo'yicha mo'yinchir qag'an cho'ng o'g'li Taybilga tutuq yabg'u bilan vazir Dida boshchiligida, ya'ni vazir Dada boshchiligida 4000 kishilik xillangan otliq qo'shinni Tang sulolasiga yordamga avatgan. Ularni Tang sulolasining yengidan taxtga chiqqan podshohi Tang Suzung o'zi kutib olgan. Tang Suzung shu yerda o'zining o'g'li Li Yuni Taybilga tutuq yabg'u bilan aka-uka bo'lishga dalolat qilgan. Shoir Dufu qirollikdagi sayohatlarim degan uzun she'rida bu haqda mundoq misralarni yozgan. Xobi yoqdi o'nglik, so'ygin to'zon so'rib, büyük padişah Sichuan tomon tikavatdi. Ikki o'rda tuman chaqirim yiroqlikda surlik bo'lib kunu tulla hurpiyatdi. Uyg'urlardan chavandozlar chillab kelib, yangi varis o'z oldiga ish tavratdi. Yordamga kelgan Uyg'ur otliq qo'shini Sarkarda Ko'siyining qo'shini bilan 757-yili poytaxt Chang'anning g'arbidagi Fengshui daryosining sharqida o'nglikning isyonchi qo'shini bilan jang qilishga hozirlangan. Amerikalik Thomas Barfield bu to'g'riliq mundoq yozgan. Uyg'urlar 757-yili 4000 kishilik otliq qo'shin bilan o'ttir tuzlanlikka keldi. Tang sulolasi bilan isyonchi qo'shinning zo'r askariy kuchiga selishtirganda bu nihoyatda oz askariy kuch edi. Lekin ularning bu yordami g'alaba mag'lubiyatni bekitishga yetarlik edi. O'nglikning ikki sarkardasi 100 ming kishilik lashkari bilan shimol tarafda saf tortib turadi. Sarkarda Go'ziyi boshchiligidagi Tang sulolasi qo'shinining sepi 30 chaqirimga so'zilgan edi. Dastlab o'nglik qo'shinining sarkardasi Li Guirin hayva bilan kelib Tang sulolasi qo'shiniga hujum qilib qattiq ansizlik paydo qilgan. Mushundaq vaziyatda Uyg'ur qo'shini tuyuqsiz orqadan hujum qilib qaroqchilar qo'shinini yer bilan yaksan qilgan. Tushdan tortib qorong'i tushguncha qaroqchilardan 60 mingi o'ldirilgan. Bu qitimqi urushda to'planchi qo'shinning Shanshi tavasidagi kuchi og'ir talafotga uchragan. Shuning bilan Tang sulolasining poytaxti qaytadan Tang sulolasining qo'liga o'tgan. Bu chaqda Chang'anda o'zini podshoh deb atavagan o'nglikning ikki ko'zi qorig'i bo'lib qolgan bo'lib, shu sababdan terikkak bo'lib ketgan. Kichikkina ishlog'imi terikib odam o'ldiradigan mutaham odatga ko'nib olgan. Bir qitim o'g'li bilan ikkisining o'ttirisida talash tortish yuz berib, u o'g'lini o'ldirmoqchi bo'lganda o'g'li Anching shu tarafidan o'ldirilgan. Fengshui daryosi bo'yidagi urushda o'nglik qo'shini og'ir talafotga uchragandan keyin Chang'anni tashlab Loyangga qochgan. To'polonchilarning hash-bash deguchi mag'lub bo'lib Chang'anni tashlab qaytishi Tang sulolasining odam puhralarini qattiq shodlantirib etgan. Shoir Dufu bu chaqda shimolga safar degan mashhur she'rini yezib Uyg'ur qo'shinlariga atab mundoq misralarni bitgan. Kapti 5000 lashkari sap-sap bo'lib, bir tumancha arg'amoqni chaptirib, lashkari Uyg'urlarning shunqar ekan, yov sapiga o'xsaman uchar ekan. Shoh umidini ularga bog'ladi, boshqacha gapga quloqmu sammadi. Bu chaqda Uyg'ur qo'shinlari boshda tuzishgan kelishimdagi shart bo'yicha Chang'an shahrini pulang-talang qilmoqchi bo'lganda, podshohning Uyg'ur shahzodasi bilan aka-uka bo'lishgan o'g'li Li Yu sharqi Ostona Loyangni qaytirib olish urushiga yordam qilib,
Ondan ikki ostonani xohlagancha bulang-talang qilaverish to'g'riliq taklif bergan. Shoir Dufu garchi ikki taraf o'ttirisidagi ishki kelishimdan xabarsiz bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur qo'shinlarining Loyangni qaytarib olish urushiga qatnashishini toza xolamagan. U bu andishlik hissiyotini tövandagi misralarga putgan. Bizga sheriklikka xon moyil ekan, ot minishga lashkari qobil ekan. Bilsimu ularni deb ming qaysran, qancha oz keltursa afzal begumon. Og'li Loyangni kuch ketmas edi, balki Chang'anga hujumlar bas edi. Andiki urush sharqi ostona Loyangni qaytarib olish urushi edi. Bu qitimqi urush muhim harbiy baza Shindian qal'asida bo'lgan. O'nglikning o'g'li Anching Shu bu yerda 100 ming kishilik lashkar bilan Tang sulolasi qo'shinining sharqqa yurish qilishini to'smoqchi bo'lgan. Tarixchi Liu Zishao apandi kitobida Elni idora qilishning o'rnaklari nomli mashhur kitobning 220-jildida qoldirilgan bu qitimqi urush to'g'risidagi mono xotirani naql olgan. Goziyi sardorligidagi Tang sulolasi qo'shini Shindianda banditlar bilan uchrashganda, banditlar tog' bo'yida sap tuzgan edi. Goziyi dastlabki urushda o'ngishsizlikka uchradi. Banditlar tog'dan tushib hujumga o'tdi. Uyg'urlar tog'ning janubidan banditlarning orqa tarafiga hujum qilib jahonni chang-to'zon qoplab ketgan ahvolda banditlarga qaratib yodin 10 tal o'q o'sgandan keyin banditlar vahimaga tushib Uyg'urlar keldi deb cho'qan selishib teri-peran bo'lib ketdi. Padişahlık qo'shin bilan Uyg'urlar banditlarni iskanjaga elib ularni ig'ir talofatga uchratdi. Düşman jasadlari butkul dalani qoplab ketdi. Danlıq klassik asar elni idora qilishning o'rnaklaridagi bu xotiradan qisman farqli holda Gumilev qadimki turklar degan kitobida 4000 otliq Uyg'ur chavandozining yana 4000 otning quyruqiga shoxshumbalani chigib yiroqdan chang to'zitib sur hayba paydo qilib dushmanni qo'rqinch qisag'anligini, orqadan yov qo'shiniga borandek bostirib kelganligini, yov qo'shini Uyg'urlarning ajallik zarbasiga uchramay turibla Uyg'urlar keldi deb qochqanligini qayd qilgan. Bu qitimqi zarba orqali Tang sulolasi Loyangni qaytarib olgan. Uyg'urlarning yordamga kelgan 4000 kishilik qo'shinining tangdoshsiz boturligi natijasida 20 kunda Tang sulolasining ikki poytaxti qaytarib olingan. Tang sulolasi Uyg'ur qo'shinlarining to'polonni bostirish davomida ko'rsatgan tuhfalariga yuksak baho berib nazm xotiralar tutishgan. Tarixchi Liu Zishao apandining kitobida Yangi Tangnoma nomli asarning 217-jildidan elingan mundaq ikki kuplet she'r misol qilingan. Xavf xatari kelganda boshqa bo'ldi hamdam bir niyat, jangda ko'rsatdi jasorat, tuhfsi bo'ldi behad. Garchi tursaqmu yiroqda ko'nglimiz rishti tutash, ta azaldan ko'rilib boqqan emas bundaq sifat. Biz uchun chekdi jafo shartsiz kerib ko'krakni kang, olmadi ortiq nasiba xizmati uchun faqat. Oy bilan kunga ularni buludu tanglashtirib, yoshig'oy fazilati avloddan avlodga abad. Tarixchi Lingan Gavzixu apandilar yozgan qadimki Uyg'urlar tarixi nomli kitobda Uyg'ur qo'shinlari bilan Uyg'ur qog'onning shahzodasi Toybilga tutuq yobg'uni madhiyalab, tong yorliqlari to'plamiga putilgan tavandagi qasida misol keltirilgan. Qaddi qomatda kelishgan farosatda tangdoshsiz, va'dasidan yonmaydigan Uyg'ur qog'oni yobg'u. Tumanlagan yov ustidan keldi g'olib, shuni u bagla sardori bo'lishga loyiq. U pam farosat bilan otlandi jangga, qoldi uning chaqirim musofi yiroqda. Qildi shiddatlik yurish, to'xtamay yurgach shuncha jasorat bilan. Yondi qo'lga 20 kunda ikki poytaxtimiz, ay kun kabi o'chmas tuhfsi shuncha nurona.
Yaşıgay pazileti avlatdan avlatqa ta abad. Orxun Uyghur xalqının atliq lashkarlari ikki xalqning hamkorlik, do'stlik tarixiga zo'r tuhfa qo'shgan bo'lsa-mu, ammo oxirida afsuslanarlik bir sahifani paydo qilgan. Ular bundaq ko'ngilsiz sahifani paydo qilishda boshda tuzishgan kelishimdagi shartga esilaverishgan. Ular kelishim bo'yicha shahar yurtlar qaytirib elingandan keyin yer zamin bilan fuqarolar Tang sulolasiga qaytirib beriladi. Altın kömüş tava Durdulla bilen xotun qizlar Uyg'urlarga tava bo'ladi deb qarab, Chang'an bilen Loyang shahrini 3 kecha kunduz bulang-talang qilgan. Tang sulolasining qo'shinlari ko'maski sağan. Buningdan g'azablangan shoir Dufu chekdan oshgan bu qilmishga nafratlanib ko'plagan she'rlarni yozgan. Bu she'rlardagi munosabatlik misra qoblitlar tovandikicha. Üzümlik ayvan saraylar içide, göç yemekte Uygurlar bezme kurup, ahir neşter sancıydıgan zəhərli kâre, ta qadim eyyam bula afet idi. Şairlarının yazgını nefret idi. Qoz degen bu lənətini bək yıqın tutsan əgər, bol pəxəs beriş kelişte çıqqısı haman xəter. Yenimizda bar eken ula haman, tügümeydu dert elem dilda pigan. Berhaqtur bu qoşunda im, jangda cesur uruşda tangsiz. Lekin vahşilik babıdı ula, banditladın qilishmas shaksiz. Xalqning nolisi yirtar quloqni, azim daryo o'zra aqar murdila. Tutqun bo'lgan qiz juvallar pig'oni, yurt-yurtlarda palakka o'rlar. Uyg'ur qo'shinlari Chang'an Loyanglarni haddi hisobsiz bulang-talang qilg'achqa, shahar oqsoqollari Uyg'ur lashkarlariga murojaat qilib, tartibsizlik to'xtatilsa, sizlarga lozim bo'ladigan ipak raxlarni bizlab bersak deb nurg'un narsani sovg'a qilgan. Padişah Tangsuzun Uyg'urlarning lashkar chiqarib to'plarni tinjitib berganiga javob qaytarish uchun 758-yili farmon chiqarib, moyunchur qog'onga Tangridan bo'lmish al 60 belgi qog'on degan atoqni bergan. Ya'ni Tangri tarafidan o'ltirg'izilgan davlatni tashkillagan donishman qog'on degan atoqni bergan. O'zining kichik qiziga Ningo Malika deb nom berib, ya'ni davlatni amin topqizg'uvchi malika deb nom berib, moyunchur qog'onga yotliq qilib avatib bergan. Tarixda o'tgan Jungo xollari yayloq millatlarning xoqonlariga azaldan o'zining qizini berib boqmagan. O'rdadagi kenizaklarni qizi o'rnida yotliq qilib kelgan. Ningo malika yayloq xalqlariga yotliq qilingan tunji haqiqiy malika hisoblanadi. Padişah Ningo Malikiga qo'shib o'zining singlisini kichik Ningo Malika deb nom berib, moyunchur qog'onning o'g'li, yordamchi qo'shinning sarkardasi Toy bilgi tutuq yabg'o'ga yotliq qilgan. Suy Tang sulolalarida o'tgan mashhur Uyg'ur tarixiy shaxslar nomli kitobda Koni Tangnoma 195-jild Uyg'urlar haqida qissadan elingan naqlda mundoq deyilgan. Padişah Tangsuzun ziyofatda Toy bilgi tutuq yabg'oni 100 dram madhiyalab, davlatimizda mushundaq zo'r ishning vujudga chiqishi butunlay sizlar Uyg'urlarning fidoilochi kuch qog'onliqinglardan bo'ldi. Uyg'ur yabg'osi jafoliq sharoitda tuhfa yaratib, qo'shni davlatni mardlik bilan saqlab qoldi. Aramizda hozirgacha bundaq ishni birov anglab boqqan emas. Uyg'ur yabg'osi talantda tangdoshsiz, mertebede en üstün turğusudur. Jahon bozulup yamanlık avj olgan, o'ttir iqlim qo'limizdan ketish oldida turgan bir paytda xoqonimiz qo'shin tatib chiqib, ham farosat bilan yovuz dushmanlarni jazoladi. Birli g'ayrat bilan tuman chaqirimlab joylarni tozalab, 20 kun ichida 2 poytaxtni qaytirib oldi deb ko'k ko'tirgan. Padişah Tangsuzun ulağa qo'shib nurg'un zebo zinat, tovar durdundan tikilgan har xil kiyim-kechak sovg'a qilgan.
Navri inisi Li Yu bilan jiyani Li Shunni moyunchur qag'anғы nom berguchi elchi Ningo malikining to'y murosim begi qilib tayinlab Uyg'ur xalqiga avatgan. Elchilar o'miki safarga chiqqanda to'limi dag'dug'uluq uzatilgan. Li Yu qatorliqlar uzun musofani besib kelinchak bilan bir talay so'g'i salomni elib Orxun Uyg'ur xalqining poytaxti Ordubaliqqa yetib borganda dastlab moyunchur qag'an o'z to'hpisini pash qilib Tang sulolasining elchilarini ko'zga ilmagan. Keyin elchilar Tangsuzungning maktubini ko'rsatgandan keyin maktubdiki sadoqatingizga tashakkur aytish uchun sulolamizning malaikasini yodlik qildik. Ben öz qizimni yiroq tomonga yotliq qilib o'zimning mehrimni izhor qildim. U chat yiroq yurtga boradi. Uni qadrlagaysiz degan mazmunlarni o'qigandan keyin pozitsiyasini o'zgartgan. Ikkinchi kuni cho'ng to'y o'tkazib Ningo malikini amriga olgan. Ningo maliki uchun Terixol ko'lining o'ttirisidagi do'nga Tang sulolasining ordusiga o'xshatib qal'a soldirgan. Soğdular bilen Tang sulolasidan kelgan hunarvallarga Selenga daryosi bo'yida Baybaliq degan shaharni selishga buyruq bergan. Moyunchur qag'an bu tarixiy voqealarni Moyunchur mangu teshida munda xotirlagan. To'g'u yilida, ya'ni 757-yilida ikki qizini sovg'a qilib berdi. So'zingizni buzmay dedi, xato ish qilmay dedi. Soğdular ve tabğaçlarga Selenga daryosi bo'yida Baybaliqni saldirdim. Tang sulolasi halokat xarakterlik xavfga duch kelib harbiy kuchi mislsiz darajada ojizlab yotlarga taqobil turg'udak majoli qolmagan qiyin ahvolda qudratli harbiy kuchga ega Orxun Uyg'ur xalqi fursatparastlik qilib Tang sulolasining zaminlarini egallab olish qo'yidi bo'lmasdan mardonlik bilan yordam qo'lini sunib Tang sulolasini yo'q qilish xavfidan qutqizib qolgan. Orxun Uyg'ur xalqining bundoq o'chmas to'hpisi ayni vaqtdagi nopuzliq kitoblarga madhiyalar bilan tutilib qolmasdan keyingi kunlarda bir qism tadqiqotchilarning asarlarida ko'kka ko'tarilib maqtalgan. Masalan, Bo'ri Totimi nomli dangliq asarning avtori Jangrong yuqorqi kitobning oxiridagi idrokiy izdinish degan bo'likida mundaq yozgan. Biz Xanzular yayloq millatlarning butkul Junxo millatlariga qo'shgan ulug'vor to'hpisini to'liq tanishimiz va to'liq muayyanlashtirishimiz, yayloq bo'rilariga va yayloq millatlariga rahmat aytishimiz, ulardan o'rganishimiz kerak. Yayloqqa, yayloq bo'rilariga va yayloq odamlarga eng zo'r miqdorda qarz to'lashimiz kerak. Tang davlatiga amillik etkaguvchi malikalar deb atalgan cho'ng kichik Ningo malikalar Moyunchur ota balag'i yotliq bo'lib Orxun Uyg'ur qag'anligiga kelgandan keyin bir yil bo'la bo'lmayli dada bilan o'g'il o'ttirisida eg'ir ziddiyat ko'rilib, Moyunchur qag'an o'g'li Toy bilga tutuq yobg'uni noma'lum sabab tufayli jazolab o'ltirgan. O'zimi orqadilla u olamga safar qilgan. Moyunchur qag'anning ikkinchi o'g'li erigan Moyuy Bögü qag'an degan nom bilan 759-yili taxtga o'ltirib, 779-yilgacha 20 yil davron surgan. Ajoyib qiziqarli ham murakkab sujetga ega kino, televiziya teatrlarini ishlashga, tragediyalik mazmunga ega roman qissalarni yozishga material bo'ladigan bu voqea hodisalar dal Porbajin qal'asining yosilishidagi sirni tushuntirib beradi. Rossiyalik arxeologlar qidirib topgan tepilmalar va 3 parcha tosh putukning mazmuni tadqiq qilinib kitob bo'lib chiqqandan keyin Porbajindan iborat bu loy qal'aning siri texmi ro'shan echilg'usi. 2008-yili 6-oyda yozildi.